so'rasam, men ko'chamda aylanib kelib ishlar bor ko'chada. Voy, adasi. Bugun dam kuningiz ham uyda o'tirmas ekansiz-da. Ozgina xotinimga qarasha ham demaysiz-a? To'yib bo'lsam to'yib bo'ldim. Hammasi menga. Uy supurisham, ovqat qilisham, idish tovoq yuvisham, ularni qo'l-qo'zlaringizga qarasham, meni bo'ynimga, a? Siz ham bunday erkak bo'lib, ozgina ayolimga yordam beray deysizmi, yo'qmi? Xo'p, mana bu bizning ko'chada ishlarimni qilib olaylik, yana kechqurun gaplashamiz. Ay, xudo. Yana kechqurunga ish deysiz. Bolalaringiz ham o'zingizga o'xshagan. Bitta uy ishini qilay demidi, bitta cho'ponlarga qo'yay demidi. Tinchlikmikin? Alo, assalomu alaykum, adasi. Va alaykum assalom. Uydamisan? Ha, uydaman. Menga qara, onasi. Hech qanaqa ishlaringni qilmay turgan. Xo'p, tinchlikmi? Senga bir surprizim bor, hali borganda ko'rasan. Yes! Voy, shoshmang. Qanaqa surpriz? Hali borganda ko'rasan, nomani olib qo'ysan qizar qolmaydi. Voy, mayli, qanchada kelasiz? Hali kechga boraman. Tezroq keling. Hop. Voy. Nima ekan? Kirayotgan mashinamikan? Yo. Idishadigan mashinamikan? Yo. Multimarkamikan? Voy, gaplar ta'sir qildi. Ya xotin. Onasi. Deb yoqqa tashaga supurgini. Surpriz degan. Yoqqa surprizni shunaqa zo'rni olib keldim. Deb bir unutmaysan. Kel. Qani nima olib keldingiz? Ay qara, surprizni qabul qilishga tayyormisan? Tezroq bo'ling. Asabi bo'shlar qaramasin. Surpriz! Ana, onasi aytdi-ku, ishli bo'lib qiynalib ketdim. Molni teyin tozalashga qo'ydi, idish tovoq ovqat xotinimga sovg'a, ko'rdingmi? Yaxshi qaragan. Yoqimtoyligini qaragan. Qandashi? Anga undan anaqasi yo'q, senga qarashishga olib keldim. Ya'ni yomon fikr olmagan. Adasi, Maryam, sizlarga surprizim bor. Hozir, bir daqiqa. Hozir. Jena не будет ревновать? Yo'q, xarakteri shunaqa o'zi. Что-то не то kirib ketdilar. Adasi, chaqiryapti. Bo'lasan. Hali shoshmay turgan, yana qaytib kelgan nima qilyapman? Bilas. Voy, adasi, qayoqqa ketdingiz? Surprizingiz qolsin.